Hammaga assalomu alaykum. Biz misollarni yechishda davom etamiz. Bugungi misolimiz Найдите производитель принтер OVC Maker deyapti. Найдите производитель принтер degani, ya'ni printer ishlab chiqaradigan производительlarni, ya'ni ishlab chiqaruvchilarni top deyapti. OVC Maker deyapti. OVC dan keyin yozilgan narsa har doim selectdan keyin yoziladi. Select maker qaysi tablitsada ekanligini mana bu joydan ko'rib olamiz. Maker produkt degan tablitsada turadi. Product from yozadi. Uni oldin adashib ketmang, kechirasizlar. Product. Endi imенно bizga printer ishlab chiqaradigan makerlarni chiqaradigan shartni kiritishimiz kerak. Shart where kalit so'zi orqali kiritiladi. Type printer. Ishlatib ko'ramiz. Конечно, неправильно deydi. Sababi bizada makerlar ko'payib ketyapti. Bolshina 3 deb yozilgan yozuv bor. Shu yerdan ham bilsa bo'ladi. Endi bularni kamaytirishimiz uchun yo bizlar distinct operatordan foydalanishimiz kerak yoki groupby dan. Keyin men birinchi distinctdan foydalanib ko'rsataman. Distinct правильно. Endi groupby dan foydalanib ko'rsataman. Groupby sal qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lekin keyingi misollarga qarab o'rganib ketamiz degan umiddaman. Maker.